Siz bu xatni o'qiyotgan bo'lsangiz, ehtimol nima haqida yozilganini allaqachon fahmlagandirsiz. Shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri maqsadga o'taman. Bu oylar Manchester City'dagi futbolchilik faoliyatimning so'nggi oylari bo'ladi. Bu haqida yozish juda ham og'ir. Har bir futbolchi bu kun albatta kelishini biladi. Va mana u keldi. Siz bu haqida birinchilardan bo'lib eshitishga loyiqsiz. Futbol meni sizga, bu shaharga, bu klubga, bu odamlarga olib keldi. Men orzularim ortidan quvib yurgan edim, lekin bu yo'l hayotimni butunlay o'zgartirishini tasavvur ham qilmaganman. Bu shahar, bu klub, bu odamlar menga hamma narsani berdi. Men ham buni evaziga borimni berdim. Ishonish qiyin, lekin biz hamma narsaga erishdik. Yoqqan-yoqmaganidan qat'iy nazar, xayrlashish vaqti keldi. Manchester faqat farzandlarimning pasportida emas, balki undan ham muhimrog'i, yuragimizda abadiy qoladi. Bu joy har doim bizning uyimiz bo'lib qoladi. Har bir hikoyaning yakuni bor, ammo bu bob eng yaxshisi bo'ladi. Keling, bu so'nggi lahzalarni birga o'tkazaylik. Cheksiz muhabbat bilan Kevin De Bruyne.